Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, sizlar Gold Boys jamoasi kanalidasizlar. Do'stlar, bugun PSG va Barselonani o'ynatib ko'ramiz. Bular o'zi doimo raqib, bir-biriga har doim bir-biri bilan tushadi. Hamma biladi uni. Do'stlar, kim yutadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu videoga bittadan like bosamiz va kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Do'stlar, sizlardan so'rab qolamiz, kanalimizga obuna bo'linglar. Chunki biz bu yil oxirigacha 1000 ta obunachiga erishmoqchimiz. Iltimos, shunga hissalarini qo'shinglar. Do'stlar, aytgancha, ukam 117, Leo Messi churdi 115. Ismi esimda yo'q, u qanaqadir himoyachi churdi va o'vara meniki bilan teng bo'ldi 114. Voy, otakam 115 bo'lib ketibdi, lekin ukam yarim himoyasi va himoyasi menikidan kuchli. Do'stlar, kim yutadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi safar qaysi klub olib chiqaylik? Kommentariyada yozib qoldiringlar uni. Do'stlar, qaranglar, Leo Messi 112 seta churgan. Men hujum ham churdim. Aytdim-ku hozir. Просто endi o'zim. O'yin boshlandi do'stlar. Kim yutadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yamal. Ay, Gabriel. 3 taga chiqmasdi do'stlar, tan olinglar. 2 taga chiqdi-ku o'zi. Messiga qo'ymaymiz. Finting o'tdi. Pacho. Hay! Voy! Ishtiroq emasmi? Attonetta Sancho. Ma. Chiqdi do'stlar, o'zidan chiqib ketdi. Sandan. Do'stlar, o'zi mendan chiqish kerak edi. Nima qildi bilmadim, o'zidan chiqarib oldi. Voy, Yamal yomon, do'stlar. Qaranglar. O'zidan chiqdi. Meni boshim tegmadi. Teganda qaytardi. Ya, undan chiqibdi. Qanaqa nohaqli do'stlar, ey. Qaramasdan faslon. Bir pas 31 daqiqa qo'ydim. Okey. Alvarez yordam kerak. Voy, zo'r. Ye do'stlar. Stanga turbasi. Do'stlar, baribir o'g'rimiz tengda, qaranglar, qiyin o'yin bo'ldi. Juda qiyin. Ham himoyam kuchli, men o'ta olmayman. Mani varatarsim omon bo'lsin degan gapda bor. Nay, Simon. Молодец. Gidish. Do'stlar. Nima do'stlar baxri? Qana o'ynaydi bu? Qo'yib ber. Qo'yib bermaydi. 1 minut. 4 minut. Ko'zing ko'rmi? Do'stlar, tartibda o'zgarish qilamiz. Shtam o'zgarish qildik. Carvajal. Oy, offside. Qopqoni. Voy, 4 ta o'zgarish. Mastana. Voy. Do'stlar, 0-0 tugasa, Extra time ham yo'q-da bunda. Eng qizig'i. Messi kirib ura olmaydi. Bastoni 114. Aytgancha do'stlar, shuni aytmabman-a. Bastoni churganim. Dumfries. Loh qilib o'tib ketmoqchi edim. Do'stlar. Raul Albiyo pas beradi. Bu tepadi. Unai Ismon.
Ye ne tu? Voy oyog'im tiqib yechib oldi. Yomon qildi, lekin Messi tan oldi. Voy, oyoq bilan chiqib kelgan ko'rdingizmi? Ma, tiqib oldi oyog'i. Fintlari o'tmaydi. Bastoni ushlab beryapti-yu, do'stlar. Ay, ne topasda. Ilib olganimizdamidi? Do'stlar, 0-0 tugasa nima qilamiz? degan savolim bor. Kommentda yozib qoldiringlar. O'zi doimo PSG bilan o'zi Barsa qiyin o'ynaydi. Agar 0-0 tugasa do'stlar, Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. Ela desce, ela sobe no baile. Menina perigosa, rouba meu coração. No baile. Menina perigosa, rouba meu. Messi de. Messi o'zi xalqi berib qo'ydi. O'yin tugaydi o'tganda. Bo'ldi do'stlar, o'yin tugadi va Barsa yutdi.